Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimiz Ranchni dik eldinda joylashgan injener universiteti ochilgan. Shuni eldinda joylashgan domimizda ikki xonali kvartira chiqqan ekan. Yana ko'rib turganimizning belda polni universitet ochilgan. Bolalarimiz maktab. Ondan chiqsak, Shafran kafeni chiqamiz. Vokzal territoriyasi, Mashal ko'pining yoni. Yana injener 4 qavatli domimizda ikkinchi qavatında ikki xonali joy chiqqan ekan. Shuni hozir bir qator ko'rib tanishtirib o'tsak. Bir qator ko'ramiz esa ketdik esa. Ya ikkinchi qavat ham chiqdi. Biz binada kiradigan bo'lsak, prixodcha joylari tushgan, gilamlar polni döşalgan. Hamma narsa ko'rib turganlarimiz hammasi qoladi. Internet, Wi-Fi'lar o'tgan. Hojatxona, ibeda vanna joyi bir yerda joylashgan, kafelar urgan, umonliklar, unitaz, vannalari ham, kafelar ham qurilib turibdi. Berimizda kuxnya qismi, kuxnyamizdan kuxonniy mebellar, polniy nabor qoladi. Ko'rib turganimizdan gaz plitalari toza, kir mashinalari toza, pechishlari, stenli kotyollar qo'yilib turibdi yana. Paket xalazinliklari bor. Qoladi ular ham. Arqa tarafga qarab turibdi. Yanimizda yana ko'rib turamiz, mana ish tarafdan arqa taraf. Kadastr hujjatlari yana tayyor. Kvadrat metrlarni ko'radigan bo'lsak, jo'namasi 47/10. 47/10. Aldı satısında ne şu jo'namasi. Aldı sattılar ama bunlar içinde tayyor tuttu. Kıskası dokumentte muammo yok. Tayyor, notariusga doğru barladım. Mestaları zor. Счетчикlar polni gaz, svet, suv hammaga kelgan. Kuxnya qismi, vanna qismi gördük. Bu yerda zal qismini ko'rsak, televizorlar bor, gilamlar döşalgan, laminat pollar qilingan. Xon taxtasi, perdasi, lustrasi, konditsionerlari polni qoladi, oboydan chiqqan. Yanımızda yine şkafları taza qo'yilibdi. Bular ham polni nabor komplekt. Bular ham qoladi. Üstler köşeleri, perdeleri, spanleri qoladi ekan. 47/10 ekan razmerlari. İkinci qavat, etajlari zo'r, mestalari dim zo'r to'chida joylashgan. Yana ko'rib turgan joyimiz sotib qo'yilgan ekan. Narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 400 million so'm ekan. Üstünde hayır pulu qaytıladi deb turibdi, ko'p qaytib beraman deydi. Esa kelib üstünde savdolashib ko'rib olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Yangi roliklarimizda görüşguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.